Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz muxlislari va aziz tomoshabinlar. Diqqat, hurmatli kvartira egalari. Agar siz O'zbekistonda uy-joy mulkdori bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Hozir aytadiganlarim ishonchim komilki, har biringizga taalluqli va shoshilinch ahamiyatga ega. Aprel oyining oxirigacha amalga oshirilishi shart bo'lgan bir qator muhim o'zgarishlar mavjud bo'lib, agar ularga e'tibor bermasangiz, jiddiy muammolarga duch kelishingiz mumkin. Men bu masalaning butun mohiyatini to'liq tushuntirib berishga harakat qilaman. Chunki sizning ko'chmas mulkingiz bilan bog'liq huquqiy maqomingizni to'g'ri rasmiylashtirish yoki yangilashga ulgurmasangiz, mulkingizni sotish, hadya qilish, hatto meros qilib qoldirishda ham katta qiyinchiliklarga duch kelasiz. Bundan tashqari, kommunal xizmatlar bilan bog'liq muammolar ham yuzaga kelishi mumkin. Bu esa har bir xonadon sohibi uchun juda og'riqli nuqta hisoblanadi. Shu sababli, iltimos, videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Har bir so'zim muhim. Hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu ma'lumot ko'proq odamlarga yetib borishiga yordam beradi. Muammoning mohiyati va nimalar o'zgardi? Avvallari ko'chmas mulkni rasmiylashtirish jarayonlari ko'pincha murakkab va vaqt talab qiluvchi bo'lgan. Ko'p hollarda uylar va kvartiralarning kadastr hujjatlari qog'oz shaklda yuritilgan. Turli idoralarda saqlanar va bir-biridan mustaqil ravishda ishlar edi. Masalan, bitta hujjat EKIGEK, eski kadastr ishlari yuqori tashkilotida bo'lsa, boshqasi tuman hokimligida, yana bir boshqa ma'lumot notariusda saqlanardi. Bu esa ko'chmas mulk obyektlari haqidagi ma'lumotlarning tarqoqligiga, ularni tekshirishda katta qiyinchiliklarga, ko'p vaqt va ortiqcha byurokratiyaga sabab bo'lardi. Ayniqsa 1990-yillarda yoki 2000-yillarning boshlarida xususiylashtirilgan yoki sotib olingan kvartiralarning egalari orasida o'z mulklarini raqamli tizimlarga to'liq kiritmagan yoki eskirgan ma'lumotlarga ega bo'lganlar juda ko'p edi. Bu odamlar ko'pincha o'zlarining qog'ozdagi hujjatlari qonuniy kuchga ega ekanligiga ishonib, keyingi amallarni bajarmay yurishgan. Ular ko'chmas mulkni sotish, hadya qilish yoki meros qoldirish kabi jiddiy masalalar yuzaga kelmaguncha bu holatga e'tibor ham berishmasdi. Natijada har bir amal uchun davlat idoralariga bir necha bor murojaat qilish, uzun navbatlarda turish, hujjatlarni qidirish va ularni bir joyga jamlash zarurati tug'ilardi. Bu esa aholining haqli e'tirozlariga sabab bo'lardi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 10-yanvardagi PQ 123 sonli qarori bilan ko'chmas mulk obyektlarining huquqiy kadastrini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi yangi tizim joriy etildi. Bu qarorning asosiy maqsadi ko'chmas mulk bozorida shaffoflikni oshirish, xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash, mulkdorlarning huquqlarini ishonchli himoya qilish va noqonuniy bitimlarning oldini olishdir. Endilikda barcha ko'chmas mulk obyektlari to'g'risidagi ma'lumotlar yagona ko'chmas mulk davlat kadastr deb nomlanuvchi yagona elektron tizimga kiritilishi shart. Ushbu tizim mulk haqidagi barcha ma'lumotlarni mulkdor, maydon, manzili, yer uchastkasi, texnik xususiyatlar va hokazo bir joyga jamlaydi va raqamli shaklda saqlaydi. Bu o'z navbatida mulk bilan bog'liq har qanday bitimlarni tez va shaffof amalga oshirish imkonini beradi. Prezident qarorida qat'iy belgilanganidek, barcha kvartira egalari o'zlarining ko'chmas mulk ma'lumotlarini ushbu yagona elektron tizimga kiritilganligini tekshirib, zarur bo'lsa, yangilashlari kerak. Bu jarayonni aprel oyining oxirigacha yakunlash muhim. Aslida olganda bu shunchaki tekshiruv emas, balki eski qog'oz shaklidagi ma'lumotlarni to'liq raqamlashtirish va yangi tizimga integratsiya qilishdir. Agar sizning mulkingiz haqidagi ma'lumotlar ushbu yangi yagona raqamli tizimda to'g'ri aks ettirilmagan bo'lsa, u qonuniy jihatdan mavjud emasdek bo'lib qolishi mumkin. Bu esa mulkingizni kelajakda sotish, hadya qilish, almashtirish yoki meros qilib qoldirishda juda katta to'siqlarni yuzaga keltiradi. Tasavvur qiling, mulkingizni sotmoqchisiz, lekin yangi tizimda u mavjud emas. Bu degani bitimni rasmiylashtirib bo'lmaydi. Bundan tashqari kommunal xizmatlar bilan bog'liq muammolar, masalan, gaz, elektr energiyasi, suv ta'minoti uchun shartnomalarni yangilashda, subsidiya olishda yoki boshqa davlat xizmatlaridan foydalanishda ham to'siqlar paydo bo'lishi mumkin. Hatto ma'lum bir muddatdan so'ng zaruriy ma'lumotlar yangilanmagan kvartiralar bo'yicha kommunal xizmatlar to'xtatilishi kabi salbiy holatlar ham yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun bu muddatga jiddiy e'tibor berish lozim. Mulkdorlar bilish kerak bo'lgan asosiy jihatlar.
Bu yerda siz bilishingiz kerak bo'lgan eng muhim ma'lumotlar keltirilgan. Yuqorida aytib o'tganimizdek, prezidentning 2024-yil 10-yanvardagi PQ 123 sonli qarori asosida barcha ko'chmas mulk obyektlari bo'yicha ma'lumotlarni raqamlashtirish va yagona ko'chmas mulk davlat kadastr tizimiga kiritish belgilangan. Bu tizimning asosiy maqsadi barcha ma'lumotlarni bir joyga to'plash, ularning ishonchliligini oshirish va bitimlarni amalga oshirish jarayonini tezlashtirish. Ushbu tizimga ma'lumotlarni kiritish yoki mavjud ma'lumotlarni yangilash uchun belgilangan muddat joriy yilning aprel oyining oxirigacha. Kimlar ayniqsa xavotirda bo'lish kerak? 1. 2010 yildan oldin xususiylashtirilgan kvartiralar egalari. Agar sizning kvartirangiz 1990-yillar oxiri yoki 2000-yillarning boshlarida xususiylashtirilgan bo'lsa va sizda faqat qog'oz shaklidagi xususiylashtirish guvohnomasi mavjud bo'lsa, siz albatta bu masalaga jiddiy e'tibor qaratishingiz kerak. O'sha davrlarda raqamli kadastr tizimlari bugungidek rivojlanmagan edi va sizning mulkingiz haqidagi ma'lumotlar yangi tizimda to'liq aks etmagan bo'lishi ehtimoli juda yuqori. Masalan, Toshkentda yashovchi Zaynab, buvimizning kvartirasi 1998-yilda xususiylashtirilgan. U kishining qo'lida faqatgina o'sha davrga oid bir necha bor suv tegib, yozuvlari ozroq xiralashgan eski qog'oz guvohnoma bor. Zaynab buvimizning o'zlari ham, farzandlari ham shu kungacha bu hujjatni raqamlashtirish haqida o'ylashmagan. Endi esa, agar Zaynab buvimiz kvartirasini nevaralariga hadya qilmoqchi bo'lsalar yoki sotmoqchi bo'lsalar, bu hujjat yetarli bo'lmaydi. Elektron tizimda uning mulki mavjud emas bo'lib ko'rinishi mumkin. Bu esa katta muammolar tug'diradi. Bu holatda Zaynab buvimning mulki elektron tizimda umuman yo'qdek ko'rinadi. Ya'ni, huquqiy jihatdan uning mavjudligi shubhali bo'lib qoladi. 2. Kvartira meros qilib olingan, ammo kadastrda to'liq qayta rasmiylashtirilmagan shaxslar. Ba'zida odamlar kvartirani meros qilib oladilar. Notariusdan merosga bo'lgan huquq to'g'risida guvohnoma oladilar. Ammo shundan keyin kadastrga borib, mulkni o'z nomlariga to'liq rasmiylashtirishni unutadilar yoki unga e'tibor bermaydilar. Ular propiskasini yangilab, o'z ismini yozdirish bilan kifoyalanib qolishadi. Bu katta xato. Meros guvohnomasi mulkni sizga o'tganini tasdiqlaydi, ammo u to'liq rasmiylashtirilganini anglatmaydi. Masalan, Akmal 2015-yilda otasidan kvartira meros qilib oldi. U notariusdan meros guvohnomasini olgan va hatto o'z propiskasini ushbu kvartiraga o'tkazgan. Biroq mulkni o'z nomiga to'liq kadastrda rasmiylashtirmagan. Endi u kvartirasini sotmoqchi. Ammo kadastr idorasiga murojaat qilganida uning mulki yangi elektron tizimda otasining nomida ko'rinadi yoki umuman yo'q bo'lib chiqadi. Bu esa savdo bitimini amalga oshirishga to'sqinlik qiladi va Akmalga katta bosh og'rig'ini olib keladi. 3. O'zboshimchalik bilan qayta qurish yoki o'zgartirishlar kiritgan egalar. Agar siz kvartirangizda biron bir o'zgartirish, masalan, balkonni xonaga qo'shish, devorlarni buzish yoki ko'chirish, sanuzelni kengaytirish qilgan bo'lsangiz va bu o'zgarishlar kadastr hujjatlarida aks etmagan bo'lsa, sizning ma'lumotlaringizni yangilash jarayoni ancha murakkablashadi. Buning sababi shundaki, elektron kadastr tizimi sizning texnik pasportingizdagi ma'lumotlar bilan haqiqiy holat o'rtasidagi nomuvofiqlikni aniqlashi mumkin. Masalan, Timur kvartirasining balkonini xonaga aylantirgan va bu o'zgarishlarni hech qanday ruxsatnomasiz amalga oshirgan. Uning eski texnik pasportida balkon ko'rsatilgan, lekin hozirgi holatda u yopiq xona. Endi ma'lumotlarni elektron tizimga kiritishda bu nomuvofiqlik aniqlanadi va Timurdan avval bu o'zgartirishlarni qonuniylashtirish talab qilinadi. Bu esa qo'shimcha vaqt, mablag' va asab talab qiladi. 4. Hujjatlarda nomuvofiqliklar mavjud bo'lgan mulkdorlar. Turmushga chiqqanligi sababli familiyasini o'zgartirgan ayollar, ammo kvartira hujjatlarida hali ham qizlik familiyasi saqlanib qolgan bo'lsa, bu ham muammo tug'diradi. Yoki hujjatlarda manzil, xona raqami, maydon hajmi kabi ma'lumotlarda kichik xatolar bo'lsa ham, bu ma'lumotlarni yangilashda to'siq bo'lishi mumkin. Masalan, Dilnoza turmushga chiqqanidan so'ng familiyasini o'zgartirgan, pasportini yangilagan, lekin kvartira hujjatlari, jumladan kadastr hujjatida hali ham qizlik familiyasi ko'rsatilgan. U endi o'zining mulkdorlik huquqini yangi familiyasi bilan elektron tizimda ro'yxatdan o'tkazishi kerak. Aks holda uning mulki notekis hujjatlarga ega bo'ladi. 5. Kvartira sotib olingan, ammo mulk huquqi to'liq ro'yxatdan o'tkazilmagan holatlar. Garchi bu kam uchrasa-da, ba'zi holatlarda odamlar kvartira sotib olib, notarial bitimni tuzadilar, lekin mulk huquqini kadastrda o'z nomlariga to'liq o'tkazmasdan qoldiradilar. Ba'zan bu ishonchsiz realtorlarning ishi natijasida yuzaga keladi.
Bu holatda siz mulkning to'liq huquqiy egasi hisoblanmaysiz va yangi tizimda bu aks etmaydi. Kimlar xavotirda bo'lmasligi kerak, lekin baribir tekshirishlari shart. 1. So'nggi 2-3 yilda kvartira sotib olgan yoki ro'yxatdan o'tkazgan shaxslar. Agar siz kvartirani yaqinda, ya'ni oxirgi 2-3 yil ichida sotib olgan yoki birinchi marta o'z nomingizga ro'yxatdan o'tkazgan bo'lsangiz, ehtimol sizning ma'lumotlaringiz yangi elektron tizimga avtomatik ravishda kiritilgan. Chunki so'nggi yillarda davlat xizmatlari markazlari orqali amalga oshirilgan bitimlar allaqachon raqamlashtirilgan. Shunga qaramay, xotirjamlikni saqlab qolish uchun baribir tekshirishingizni tavsiya qilaman. 2. Yangi qurilgan uylardan kvartira olganlar. Yangi qurilish kompaniyalari odatda kvartiralarni sotishdan oldin barcha zaruriy hujjatlarni va kadastr ma'lumotlarini o'zlari tayyorlaydilar va dastlabki ro'yxatdan o'tkazishni amalga oshiradilar. Shuning uchun yangi uylardagi kvartira egalarining ma'lumotlari yangi tizimda aks etgan bo'lishi ehtimoli yuqori. Lekin yuqorida aytilganidek, tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Misollar va raqamlar. Agar siz aprel oyining oxirigacha mulkingizni elektron tizimda ro'yxatdan o'tkazmasangiz yoki yangilamasangiz, qanday oqibatlar yuzaga kelishi mumkin? Bitimlarning bloklanishi. Mulkingizni sotish, hadya qilish yoki meros qoldirishda notariuslar yangi tizimda ma'lumot topa olmaganlari uchun bitimni rasmiylashtirishdan bosh tortadilar. Bu esa sizga katta moliyaviy va vaqt yo'qotishlarga sabab bo'ladi. Oddiy bir ma'lumotni yangilash 3-5 kun vaqt olsa, muddat o'tkazib yuborilganda bu jarayon haftalarga cho'zilishi, hatto ma'lum bir miqdorda jarima to'lashga majbur qilishi mumkin. Kommunal xizmatlar bilan muammolar. Ba'zi kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar o'z mijozlari ro'yxatini yangi kadastr tizimi bilan solishtirish kutilmoqda. Agar sizning kvartirangiz tizimda to'liq ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, bu gaz, elektr energiyasi yoki suv ta'minoti shartnomalarini yangilashda qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Eng yomon holatda esa kommunal xizmatlar vaqtincha to'xtatilib, noqulayliklar tug'dirishi mumkin. Jarima va qo'shimcha xarajatlar. Garchi hozircha muddatdan keyin bevosita jarimalar haqida aniq ma'lumotlar berilmagan bo'lsa-da, kelajakda bunday majburiyatni bajarmaganlar uchun ma'lum bir miqdorda jarimalar joriy etilishi mumkin. Masalan, bazaviy hisoblash miqdorining 0.5 dan 1 baravarigacha, ya'ni 170 ming so'mdan 340 ming so'mgacha miqdorda ma'muriy jarima qo'llanishi mumkinligi haqida mishmishlar bor. Bundan tashqari, ma'lumotlarni qo'lbola usullarda to'g'irlash yoki tezlashtirish uchun turli yordamchilarga beriladigan ustiga pullar ham qo'shimcha xarajat bo'lib, buning oldini olish mumkin edi. Davlat xizmatlaridan foydalanishda cheklovlar. Ba'zi davlat dasturlari, subsidiyalar yoki imtiyozlar ko'chmas mulkning rasmiy ro'yxatga olinganligini talab qiladi. Ma'lumotlaringiz eskirgan yoki yangilanmagan bo'lsa, siz bunday imkoniyatlardan mahrum bo'lishingiz mumkin. Istisnolar, kamchiliklar va nozik jihatlar. Har bir qoida va tizimda bo'lganidek, bu yerda ham ba'zi istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan kamchiliklar va noaniq jihatlar mavjud. Istisnolar. 1. Noturar joy binolari egalari. Yuqorida keltirilgan talablar asosan turar joy mulklari, ya'ni kvartiralar egalariga taalluqli. Do'konlar, ofislar, ishlab chiqarish sexlari kabi noturar joy binolari uchun ham kadastr ma'lumotlarini yangilash zarur bo'lishi mumkin. Ammo ular uchun boshqa muddatlar yoki biroz boshqacharoq jarayonlar belgilangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu video aynan kvartira egalariga qaratilgan. 2. Davlatga tegishli kvartiralar. Agar siz davlat balansidagi kvartirada ijarachi sifatida yashayotgan bo'lsangiz va u sizning shaxsiy mulkingiz hisoblanmasa, bu talab sizga taalluqli emas. Chunki mulk egasi davlat hisoblanadi va u o'z mulkini o'zi rasmiylashtiradi. Kamchiliklar va e'tibor berish lozim bo'lgan jihatlar. 1. Yordamchilardan ehtiyot bo'ling. Ba'zi shaxslar yoki firmalar bu jarayondan foydalanib, odamlarga tezda hal qilib berishni va'da qilib, yuqori narxlarda xizmat taklif qilishlari mumkin. Ammo aksariyat hollarda bu jarayonni o'zingiz yoki davlat xizmatlari markazlari orqali bevosita amalga oshirish mumkin. Rasmiy kanallarga murojaat qilish eng xavfsiz va arzon yo'l hisoblanadi. 2. Hujjatlarning to'liqsizligi. Ba'zi holatlarda odamlarning eski xususiylashtirish guvohnomalari, texnik pasportlari yoki boshqa muhim hujjatlari yo'qolgan bo'lishi mumkin. Bunday hollarda avval bu hujjatlarni tiklash yoki ularning dublikatlarini olish talab qilinadi. Bu esa qo'shimcha vaqt va harakat talab qiladi. 3.
Bürokratiya va texnik nosozliklar. Garchi yangi tizim raqamlashtirishga qaratilgan bo'lsa-da, dastlabki bosqichlarda tizimda texnik nosozliklar yoki inson omili sababli ba'zi qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Navbatlar, ma'lumotlarning noto'g'ri kiritilishi yoki kechikishlar kabi holatlar bo'lishi mumkin. Sabrli bo'lish va o'z arizangizning holatini doimiy ravishda kuzatib borish muhim. 4. Propiska va kadastr o'rtasidagi farq. Ko'plab odamlar propiskani yangilash bilan mulkning kadastr ma'lumotini yangilashni chalkashtirib yuboradilar. Propiska faqatgina sizning muayyan manzilda yashayotganingizni tasdiqlaydi. Kadastr esa mulkning o'ziga, uning texnik xususiyatlariga va uning huquqiy egasiga doir ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Propiskani yangilash mulkning kadastr ma'lumotini avtomatik ravishda yangilamaydi. Buni alohida amalga oshirish kerak. 5. Kichik noaniqliklar ham muammo tug'diradi. Kvartira raqamida kichik xato, ko'chaning noto'g'ri yozilganligi, familiyada harf xatosi kabi arzimas ko'ringan nomuvofiqliklar ham tizimda ma'lumotlarning to'g'ri aks etishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Shuning uchun barcha hujjatlardagi ma'lumotlarning bir xil ekanligiga ishonch hosil qilish juda muhim. Noaniq jihatlar va kelajakdagi ta'sirlar. 1. Boshqa davlat xizmatlari bilan integratsiya. Yangi raqamli kadastr tizimi kelajakda boshqa davlat xizmatlari, masalan, ijtimoiy nafaqalar, soliqlar, bank kreditlari bilan to'liq integratsiyalashuvi kutilmoqda. Agar sizning mulkingiz haqidagi ma'lumotlar to'liqsiz bo'lsa, bu boshqa xizmatlardan foydalanishda ham muammolarga olib kelishi mumkin. 2. Mulkni yashirishning qiyinlashishi. Yangi tizim mulk haqidagi ma'lumotlarni shaffoflashtiradi. Bu esa mulkni soliqdan qochish, noqonuniy bitimlar yoki boshqa g'ayriqonuniy faoliyatlar uchun yashirishni ancha qiyinlashtiradi. 3. Ipoteka va kreditlarga ta'siri. Banklar endilikda kredit berish yoki ipoteka rasmiylashtirishda ushbu yagona raqamli kadastr tizimidagi ma'lumotlarga katta e'tibor berishadi. Ma'lumotlarning aniqligi va to'liqligi kredit olish imkoniyatlaringizga bevosita ta'sir qiladi. Amaliy maslahatlar. Nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qismiga o'tamiz. Sizning kvartirangizning ma'lumotlari yangi tizimda to'g'ri aks etganligini ta'minlash uchun qanday amallarni bajarishingiz kerakligi haqida aniq ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam, hozirgi holatingizni tekshiring. Buning uchun 3 ta asosiy yo'l bor. Davlat xizmatlari markaziga murojaat qilish. Bu eng oson va qulay usul. O'zingiz yashaydigan yoki mulkingiz joylashgan tuman yoki shahar davlat xizmatlari markaziga DXM pasportingiz bilan murojaat qiling. U yerdagi xodimlar sizga mulkingiz haqidagi ma'lumotlar mavjudligini va ularning yangi tizimga kiritilganligini tekshirib berishadi. Bu markazlarda mutaxassislar sizga barcha savollaringizga javob berishadi va keyingi qadamlar bo'yicha yo'l yo'riq ko'rsatishadi. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali mi.gov.uz orqali. Agar sizda elektron raqamli imzo (ERI) mavjud bo'lsa, mi.gov.uz portaliga kirib, ko'chmas mulk obyektlari to'g'risidagi ma'lumotlarni olish xizmatini tanlashingiz mumkin. Bu orqali siz o'zingizning mulkingiz haqidagi ma'lumotlarni onlayn tarzda tekshirishingiz mumkin. Agar ma'lumotlar noto'g'ri yoki eskirgan bo'lsa, shu portal orqali ham ariza berishingiz mumkin. Kadastr agentligining tuman, shahar bo'limlariga tashrif buyurish. Garchi davlat xizmatlari markazlari qulayroq bo'lsa-da, ba'zi murakkabroq holatlarda bevosita kadastr agentligining mahalliy bo'limlariga murojaat qilish ham mumkin. U yerda mutaxassislar batafsilroq ma'lumot berishlari mumkin. 2 qadam, kerakli hujjatlarni to'plang. Agar sizning mulkingiz haqidagi ma'lumotlar tizimda yo'q yoki noto'g'ri bo'lsa, ularni yangilash uchun sizdan quyidagi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Ularni oldindan tayyorlab qo'yishingiz jarayonni tezlashtiradi. Asl nusxalari va nusxalari. Mulkdorning pasporti. Agar mulk er-xotinning birgalikdagi mulki bo'lsa, ikkalasining ham pasporti. Mulkka egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatlar. Xususiylashtirish guvohnomasi, agar kvartira xususiylashtirilgan bo'lsa. Oldi-sotdi shartnomasi, agar kvartira sotib olingan bo'lsa. Merosga bo'lgan huquq to'g'risidagi guvohnoma, agar kvartira meros qilib olingan bo'lsa. Sud qarori, agar mulk huquqi sud orqali tasdiqlangan bo'lsa. Kvartiraning texnik pasporti, texnik inventarlash hujjati. Bu hujjatda kvartiraning joylashuvi, maydoni, xonalar soni va boshqa texnik xususiyatlari ko'rsatilgan bo'ladi. Nikoh guvohnomasi, agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa va hujjatlarda hali ham eski familiya ko'rsatilgan bo'lsa. Oldingi kadastr hujjatlari, agar mavjud bo'lsa. Bu eski qog'oz shaklidagi kadastr hujjatlari bo'lishi mumkin. 3 qadam, arizani to'ldiring va hujjatlarni topshiring.
Davlat xizmatlari markaziga murojaat qilganingizda, u yerdagi xodimlar sizga tegishli arizani to'ldirishda yordam berishadi. Sizdan mulk ma'lumotlarining to'g'riligini tasdiqlovchi deklaratsiya imzolash ham talab qilinishi mumkin. my.gov.uz portali orqali ariza berganingizda, barcha kerakli ma'lumotlarni elektron shaklda kiritishingiz va hujjatlarning skaner qilingan nusxalarini yuklashingiz kerak bo'ladi. 4-qadam. Jarayonni kuzatib boring. Hujjatlarni topshirganingizdan so'ng, sizga ariza qabul qilinganligi haqida kvitansiya beriladi. Unda arizaning ro'yxatga olish raqami ko'rsatilgan bo'ladi. Ushbu raqam orqali siz my.gov.uz portalida yoki davlat xizmatlari markazlarida o'z arizangizning holatini kuzatib borishingiz mumkin. Davlat boji to'lovi. Ma'lumotlarni yangilash yoki ro'yxatdan o'tkazish uchun belgilangan miqdorda davlat boji to'lashingiz kerak bo'ladi. Odatda bu bazaviy hisoblash miqdorining 0.1 barobar miqdorida bo'ladi. Ya'ni hozirda taxminan 34 ming so'm atrofida. Bu haqida aniq ma'lumotni DXM xodimlaridan olishingiz mumkin. Maxsus muammolarga duch kelganlar uchun maslahat. Agar sizning kvartirangizda o'z boshimchalik bilan qilingan o'zgarishlar mavjud bo'lsa, avval bu o'zgarishlarni qonuniylashtirish masalasini hal qilishingiz kerak bo'ladi. Bunday holatlarda yuridik maslahat olish yoki ixtisoslashgan firmalarga murojaat qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ular sizga jarayonni qanday qonuniylashtirish bo'yicha aniq yo'l-yo'riq ko'rsatishadi. Faqatgina qonuniy yo'llar bilan harakatlanish muhim. Shunda kelajakda qo'shimcha muammolarga duch kelmaysiz. Xulosa va yakuniy chaqiriq. Aziz do'stlar, umid qilamanki, bugungi video siz uchun juda foydali bo'ldi va siz ushbu muhim ma'lumotni o'z vaqtida oldingiz. Eslatib o'taman, aprel oyining oxirigacha mulkingizni raqamli kadastr tizimida yangilash yoki ro'yxatdan o'tkazish juda muhim. Bu kelajakda ko'chmas mulkingiz bilan bog'liq har qanday bitimlarni sotish, hadya qilish, meros qoldirish muammosiz amalga oshirishingiz uchun kalit hisoblanadi. Shuningdek, kommunal xizmatlar bilan bog'liq noxush vaziyatlardan va boshqa davlat xizmatlaridan foydalanishda cheklovlardan qochishingizga yordam beradi. O'z mulkingizga e'tiborli bo'ling. Agar sizda hali ham savollar qolgan bo'lsa, iltimos izohlarda yozib qoldiring. Men har bir savolga javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu ma'lumotni do'stlaringiz va yaqinlaringiz bilan ham bo'lishing, chunki ular ham bu muhim o'zgarishlardan bexabar bo'lishlari mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha